36 qism. Saramning hozir taza bir ichi bo'shug'idek ovozini qo'yib etib, yig'lab olg'isi bor edi. Ammo afsus, bu shaharda bo'libmi kira mashinasi ichida xuddi kallasidan ketib qolgandek undaq unsilib yig'lash mumkinmi? Shuning uchun Saram bor dard alamini ichiga yutib o'ltirgan edi. U naga berishni, buningdan keyin yana uning turmushida qandaq achchiq qismatlarning kutib turganligini bilmaydi. Shundimi o'ziga cho'qim yana bir chiqish yo'li tepildiganligiga cheksiz ishonadi. U birdan mangandan keyin shofir yigitga o'zini pul arzonroq, muvofiq bir mehmonsaroyga olib qo'yishni aytdi. Shofir mashinani birdan haydagandan keyin shaharning avot rasti ko'chalaridan, igiz binolaridan o'tib, shahar markazidan sal chat kerak o'rinlashgan, qancha bir isil daraja deb ketgili bo'lmaydigan bir ko'ni mehmon saroyining oldiga kelib to'xtadi. Saram shofirning kirasini berib, rahmat aytib, mehmon saroy ichiga qarab kirib ketdi. Bu yerni mehmonxona degandan ko'ra, qishning kuni sovuqdan daldilanish yoki kechada ko'chada qilishdan saqlanish uchun dang deyishga tamoman bo'ladi. Saram bu nomdagi mehmonsaroy ichiga kirib, rasmiyat bejirish mulozimat supisining qandoq kelib pokay ichida xuddi girim deganni maymuntek qilib olgan, aqartish mey deganni yuzining tegini bilgil bo'lmoqdak holatda surib olgan, bu girimlarini az degandek yana bir iskatda yuzlariga o'p surtib girim qilayotgan qizni ko'rib, bu mehmonxonaga xaridor kirgan turuqliqmi parvosiz holda o'z ishini qilib turgan bu qizning mas'uliyatsizligiga sal norozi bo'lgan holda, "Tinchlikmi qizchaq? Men yotoq ochtiray degan", dedi. Shundala u qiz chiroylarini norozi bo'lgandek purishtirib, Saramga qarab qo'yib, qo'lidagi kichik aynak bilan yuzlarini yana bir qur ko'rib etib, andin Saramga qarab, "Kimligingizni chiqaring. Sizga qandaqroq yotoq kerak? Odatki yotoqmi yoki a'lo darajali yotoqmi?" deb so'radi. Saram sal ikkilinib turib ketib, hozirgi ahvoli o'ziga ayon bo'lg'achqa, "Bo'ldi singlim, men odatki yotoqdan ichib bergan bo'lsangiz", dedi. Mulozim qiz Saram sunib bergan kimlik bo'yicha kompyuterga kirgizgandan keyin, "Yotoq haqqi bir oqshomlig'i 128 ko'y topshirsiz. Uningdan boshqa zakalat uchun 300 ko'y topshirsiz", dedi. Saram sal hayron bo'lgan holda, balkim bu qiz mening odatki yotoq deganimni anqirolmay, alohida yotoq deb anglab qolgan o'xshaydi, deb, "Singlim, siz yaxshi anqirolmay qolgan o'xshaysiz. Men odatki yotoq davatiman", dedi. Ammo mulozim qiz qoshlarini uchirib, qatqini sal turgan holda, "Voy, men shu odatki yotoq deb 128 ko'y davatiman. Xayolingizda 128 ko'yga alohida yotoqda yotaman deb o'ylab qolgan o'xshamamsiz? Alohida yotoqda yotsangiz 368 ko'y. Qanday qilasiz? Alohida yotoqda yotamsiz-ya?" deb so'radi. Saram amalsiz gap qilmayla 300 yen zakalatga qo'shib, yana 150 yen topshirdi. Mulozim qiz Saramning qo'liga 22 ko'y pulni qaytirib, bir kartini tutqizib, "Yarasi tarafdagi 16-nomerlik yotoq", dedi qo'pollik qilib. Saram bu so'rin talat qizning oldida ortiqcha gap talashib turishni xohlamay, ittik uning qo'lidan kartini va oshgan pulni ilib, chamadonni so'rab, palampaydan pastga tushib, koridor bilan bir hazo mangandan keyin u qiz degan yotoqning eshigiga kelib, kartini surkidi. Saram yotoq ichiga kirib, o'z ko'ziga ishonmayla qoldi. Yotoq ichini nam havo bilan qo'shilib, shiver, ter puraqlari bir algan bo'lib, nafas alg'ilimi bo'lmaydi. Saram ittik kelib eshik derazalarni yo'g'an echib etib, chiroqni yondirgan edi.
Yutqan körpə kirliklərinin almashtirilmag'iniga balkim birər ay bo'lgandek pürlüşüb ham maynatlashib turadi. Sarəm karvatdagi yutqan körpələrə qarab beqib, bardashlik berolmay ittik chiqib mulozim qizga: "Ukam, xafa bo'lmay yutqan körpələrning kirligini almashtirib bersangiz bo'pti-kan. Yataqning ichimi g'ayri puroqlar bilan bekli bulg'anib ketibdi. Bo'lsa havo saflashtirish suyuqlik bo'lsa chechib bersangiz bo'larkandiq." Ammo mulozim qiz Sarəmning gapini bilibla sal xafa bo'lgan holda qoshlarini uchirib: "Oy, acha, 500 ko'yliq yataqda yotgandek, nimandaq gapingiz tular sizning? Yoki bu mehmon saroyda o'ltiraqlashib qolmaydigansiz? Bir oqshom qo'nadiganingizga nimandaq to'la gap bu?" "Biyay, qizchaq, bu qandaq pozitsiya endi? Mulozimatinglarning mushundaq nacharligidan cho'lda arab qolgan mehmonxona ekan bu." Sarəm oxiri chidab turolmay o'ylig'imni davatdi. Mulozim qiz bo'lsa Sarəmni mansitmagandek beshidan oyoqqacha bir qarab qo'yib: "Bu cho'ng shaharda sizning to'lagan pulingizga mushunchalik yatoq chiqqaniga xush bo'lsangiz bo'ladi. Ishonmasangiz bozor ichidagi boshqa mehmon saroylarga berib beqing. Siz to'lagan pulga mushundaq yatoqda yetish uchun yana hasilab pul to'laysiz. Mushu atrofdagi eng arzon yatoq bu." dedi. Sarəm birdan o'ylanib turib qoldi. Demisimi, uchqandak taraqqiy qilayotgan atrofdagi nohiya bozorlardan igilik tiklash, bozor ichish uchun kishilar sudak eqib kelayotgan bu cho'ng markaziy shaharda biror joyga o'rinlashib, bir ishning beshini boshlab olg'uchilik, mehmon saroyida yotadigan odam ko'p bo'lganligi uchun bu qizning degan so'zlarimi o'rinliq edi. Shuning uchun Sarəm ortiqcha tartishib o'ltirmay, mushundaq halqiliq paytda mushunchalik yotoqningmi chiqqaniga mulozim qiz aytgandek xo'sh bo'lib, kayniga o'rilib kirib, chamadonini yotoqqa o'rinlashtirgandan keyin qizi o'qiyotgan maktabga berib, Aliyani bu yotoqqa akilib olish uchun mangmoqchi bo'ldi. Ammo bu shaharning sal chatrak joyga o'rinlashgan mehmonxona bo'lganlikdan bu yerga ancha bir kira mashinalarmi ko'p kelmaydi. Shuning uchun Sarəm mehmonxona oldiga chiqib, birdan saqlab turib beqib, bundaq tursa bekardan saqlab avori bo'ladiganligini his qilib, cho'ng yo'lga chiqish uchun aldirash yurib ketdi. Bundaq tursa bekardan bekar saqlab avori bo'ladiganligini his qilib, cho'ng yo'lga chiqish uchun aldirash yurib ketdi. U 15 minutdek mangandan keyin cho'ng markaziy yo'lga chiqqan edi. Qadamni bir quyundek o'tishib turgan kira mashinalarining ko'pligidan odam qo'lini ko'tarib bo'lg'icha oldiga kelib to'xtab qoladi. Sarəm bir kira mashinasiga o'ltirib, qizi o'qiydigan to'liqsiz o'tir maktabning oldiga kelib, mashinadan tushdi. Bu vaqtda o'quvchilarni allaburun maktabdan tushlik qo'yib bergan bo'lib, asosiy jihatdan balalar uylariga tushlik tamoqqa ketgan edi. Ammo Aliyaning opasi Sarəm maktabdan tushlik qo'yib bergan mehmon saroyga bormay, meni maktabning ichida saqlab tur deganligi uchun opasini saqlab turgan edi. Aliya saboqdoshlari uylariga qaytishgandan keyin nihoyat titib bo'lgan edi. Ham qursiqi ichib ketgan holda atrofga qarab, amdili maktab oldiga chiqqan edi. Aliya o'qiydigan bu nuqtaliq to'liqsiz o'tir maktab shahar markaziy cho'ng yo'lning qarshi tarafiga selingan bo'lib, ishchi xizmatchilar tushlik aram bo'lgan vaqtida bu cho'ng yo'lda mashinalar mig'imi qaynab, bekli qistongchilik bo'lib ketadi. Maktab oldiga chiqqan Aliya yo'lning qarshi tarafida bir chuzu mashinasi kelib to'xtab, ichidan tushgan Sarəmni ko'rib, nihoyat xushal bo'lgan holda aldirash yo'ldan o'tishga urindi. Sarəm yo'lda qo'yundek uyan-buyon o'tishayotgan mashinalarni ko'rib, qizidan ansirgan holda: "Aliya, joyingizda qimirlamay jim turing. Men o'zim yaningizga o'tib, sizni bu yoqqa o'tkazay qizim." Ammo Sarəm kechikkan edi. Uning qizi Aliyani chaqirishi bilan opasini ko'ribla yo'ldan o'tishga tamshilib, o'ttirga kelib qolgan Aliya, opasi Sarəmning ovozini anglab, uningga qaragan edi.
Tuyuqsiz uçqandek yetib kelgan bir mashina Aliyani so'qib, yoniga uchirvatdi. Hürmetlik asar anlıqıcı oqırman dostlar. Yetimning og'zi oshqa tegsa, burni qanapti degandek. Әмді қатыржам оқыш шараитыға ерішіп, нахайты қошал тірішіп үгініватқан Алия, бұл машина хадисіде hayat қалармы? Әсәрінің davamıға қызықсыңыз, diqqətiniz keyinki qismda bolsun. Otuz yettinchi qism. Ko'zni yumib ochqichi bo'lib o'tgan bu ishlarga Saram ishengisi kelmagandek, yo'lning o'ttirdili danqitib turibli qolgan edi. Birdamning ichida Aliyaning atrofiga odamlar olishib, "Voy Isit, kichik qiz kendi emasmi? Bu bechora qizning ota-onasi qandoq bo'lib ketar endi?" desa, yana ba'zilari, "Hey tuqqanlar, qizning nafsini tekshirib beqinglarchu, tiniqi bormikan?" deyishatdi. Onungacha Aliyani so'qiyotgan mashina shofiri chiroylari tatirib, qini qashqan holda mashinadan tushib, darhol jamoat xavfsizlik idorasining qatnash saqchi tarmoqiga telefon urib, hodisa ahvolini ma'lum qildi. Va Urumchi shaharlik cho'ng doktorxonaning jiddiy qutqizish markaziga telefon qilib, hodisa yuz bergan o'rinni uqtirib, yordam talab qildi. Saram hangtang bo'lgan holda bir haza turib ketib, "Voy Aliya, jinim bolam, Aliya!" Saram shundoq degenicha ushqandek kelib, kishilar to'pini yerib, qonga milinib yotgan qizi Aliyani quchoqlag'inicha unsilib yig'lab ketdi. "Jinim qizim, birdan g'amga sari, ko'zingizni ichib, meni tashlab ketmang, jinim bolam. Sizdan o'tinib qolay. Men bu yoqqa yurtlarda sizni deb musofir bo'lib yurgan-ku. Endi men qanday qilaman? Ko'zingizni iching qizim. Biz bir-birimizdan ayrilmaymiz deb va'da berishgan-ku. Sizdan ayrilib qanday chidayman? Bolam, sizlardan o'tinib qolay tuqqanlar, menga yordam qilinglar. Qizimni qutqizinglar. Qilgan yaxshiliginglar mendek ojiz ayoldan yonmasa, boshqalardan hasilab yana. Boshqalardan yana." Saram shundoq deb yig'lab, o'zini yo'qotib qo'yayli degan edi. U vaqtda jiddiy signal chalgan holda yaqin atrofdagi shaharlik markaziy doktorxonaning jiddiy qutqizish mashinasi qatnash hodisi yuz bergan naq maydonga yetib kelgan edi. Signal chalib mashina kelishi hamon Saramning quchog'ida qonga milinib yotgan qizi Aliyaning atrofini o'rib olgan kishilar to'pi darhol chatga o'tishib, doktor sestralarga yo'l bo'shatdi. Doktorlar ittik kelib, Aliyaning nafsi bor yo'qligini tekshirib, darhol bir qator qutqizish tadbirlarini qo'llanib, nusulkaga yotqizib, mashinaga elib mangdi. Birdamning ichida shaharlik doktorxonaning jiddiy qutqizish markaziga yetib kelgan mashina doktorxonaning jiddiy qutqizish markaziga oldin ola tayyorlik qilib, turadiganga xabar qilayotganligi uchun doktorxonaning mashinasi signal chelib kelishi hamon chaqliq karvatni ittirgan holda doktor sestralar zal oldiga chiqib taq bo'lib turishdi.
Mashina kelishi hamon Aliyani karavotga yotqizib, aldirash operatsiya uyiga ilib kirib ketishdi. Doktor mashinasi bilan birga doktorxonaga yetib kelgan Saram operatsiya uyi oldida zar-zar yig'lab, kimlarnidir tillab, o'zini ayblab, hayotlikqa nola qilib, jiddiylashgan holda turadi. Her bir qatim jiddiy qutqizish uyining eshigi ochilib, biror sestra aldirash chiqqidek bo'lsa, yugurib uning oldiga berib, "Ayting, doktor, qizim hayotmi? Sizlardan o'tinib qolay, qizimni qutqizinglar" deb ularga esilib yig'laydi. Oxiri doktor sestralarning 3 soat tirishishi ostida Aliyaning hayoti qutqizib qolindi. Operatsiya oxirlashib, doktorlar operatsiyaga uydan chiqqan vaqtida Saram jiddiylashgan ham titit bo'lgan holda doktorning oldiga yugurib berib, uning qo'llariga esilib yig'lab turib, "Doktor, sizdan o'tinib qolay. Menga raskat qiling. Qizim hayotmi? Qizim Aliya hayot. Uningga hech nima bo'lgan yo'qdan, doktor. Sizdan o'tinib qolay. Qizimdan ayrilib qolsam men yashay olmayman. Mening bu dunyolikda qizimdan boshqa hozir hech nima qolmadi." Saram zar-zar yig'lab doktorga yelinib atadi. Doktor uningga tasalli berib turib, "Xotirjam bo'ling singlim. Qizingiz hayot. Operatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi. U asta-asta yaxshi bo'lib ketadi. Qizingizning beshi yerilib mingisi tushgan qonni yengili tozalab oldik. Shuning uchun 3 kun kuzatish uyida alohida kuzatish ilib boramiz. 72 soatgacha biror o'zgarish bo'lmasa, andin normal balnis yatiqiga yetkab ilib chiqsaq bo'ladi. Shu vaqtgacha siz qizingizning yeniga kirsangiz bo'lmaydi. Bemorning holidan xabar oladigan parvishkor sestralar bor. Siz ansirmasangiz bo'ladi" dedi. Dal mushu paytda Jamoat xavfsizlik idorasining qatnash saqchi xodimlari ahvol igiligili doktorxonaga yetib kelgan edi. Saram operatsiyaga qatnashgan professor doktorning aytgan so'zlarini anglab, sal xotirjam bo'lgan holda doktordan, "Doktor, undaqda qizimning hayotiga endi hech qanday xavf yetmaydi, shundaqmi? Burunqidek normal, sog' salomat o'rnidan turib ketadi, shundaqmi, doktor?" deb so'radi. "Qizingiz hozir texi hayot. Operatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi. 72 soatgacha biror alohida o'zgarish yuz bermasala, siz degandek qizingiz normal saqayib o'rnidan turib ketadi. Ammo mushu 72 soatni o'tkazib olguncha biz bemorning ahvoliga bir narsa deyolmaymiz. Shunglashqa sizning bu savolingizga hozir kesib bir narsa deb bera olmayman" dedi. Jamoat xavfsizlik idorasining qatnash saqchi xodimlari doktorning gapini anglab, Saramdan ahvol egalash uchun, Qizingiz hodisiga uchragan chog'da sizmi o'sha joyda borkansiz. Shunga sizdan ahvol egilayli deb kelgandik. Shu vaqtda bo'lgan ishlarni bizga tafsil so'zlab bergan bo'lsangiz, dedi. Saram o'zining qizi Aliyani maktabga olg'il kelganidan tartib, ko'z oldida bo'lib o'tgan ishlarni birma-bir so'zlab berdi. Hodisa ahvollarini arxiv jadvallariga xotirlab bo'lgan qatnash voqealariga mas'ul xodim bir necha parcha jadvalga Saramni imzo qo'ydirgandan keyin, "Arasada qatnash hodisi sodir qilguvchini doktorxonaga ketdi degan edi. Qani u odam?" deb so'radi. Saram sal hayron bo'lgan holda, "Ukalar, men bu doktorxonaga qizim bilan birga jiddiy qutqizish mashinasida kelgan. Ben doktorxona koridorida qizimning operatsiyasi oxirlashguncha saqlab turayotgani 3 soatdan oshdi. Ammo men bu qatnash hodisiga munosabatli hech kimni ko'rmadim", dedi hayron bo'lgan holda. Shundala qatnash xodimlari darhol to'liqsiz o'tir maktabning oldidagi kuzatish apparatlaridan tekshirish orqali mashinaning nomer taxtasini egilab, jiddiy harakatga kelib, hodisa sodir qilguvchini izlashga kirishib ketdi. Ammo u mashinaning bekitilgan nomer taxtasi saxta nomer taxtasi bo'lib, kompyuterdan chiqmagan edi. Shundala jamoat xavfsizlik idorasining qatnash saqchi xodimlari Aliyani suqayotgan mashinaning qonunsiz saxta nomer taxtasi esib yo'l yurganligini
isbotladi. Hadisi sodir qilg'uchi shu vaqtda jiddiylashib ketib, Aliyaning qon ichida yotgan turqiga qarab, darhol shaharlik jiddiy qutqizish markaziga va jamoat xavfsizlik idorasining qatnash soqchi atritiga hadisi ma'lum qilib telefon urayotgandan keyin atrofdagi kishilarning hadisaga uchirg'uchi Aliyaning atrofida paypitak bo'lib cho'rgilab yurgan vaqtidan foydalanib, darhol mashinasini haydab tikivatgan edi. Atrofda o'g'lashgan kishilar hammasi Aliyaning hayot mamoti bilan bo'lib ketganligi uchun hodisa tug'dirg'uchini nazaridan saqit qilgan bo'lib, qatnash hodisa chiqarg'uchiga bu nihoyat yaxshi qaytish fursati bo'lgan edi. Qatnash soqchi xodimlari kashqurun bo'lganda doktorxonaga qaytib kelib, to'limi o'ng'aysizlangan ham Saramga ich og'ritgan holda: Sizni tazma bir nasib esibdi. Qazonda so'qayotgan hodisa keltirib chiqarg'uchi qonunsiz nomer taxtisi esib mashina haydagankan. Biz hozir uni izlayapmiz. Siz xotirjam bo'ling. U hodisa tug'dirg'uchi hammani qonun to'g'richidir. Ammo hozircha qizingizning davolash chiqimini o'zingiz yaningizdan chiqarib davolatib turmasangiz bo'lmaydi. Keyin hodisa keltirib chiqarg'uchi qonun to'g'richi ekanda qizingizning davolash chiqimlari sizning kasalga qarash mazgilida ishdan qolgan ish haqingiz, qizingizning kutinishi degandek haqlarni uningdan to'ltib beramiz. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Xuddi ko'tarolmasang sangilitib ol degandek, bu bechora sho'rpeshan ayolga nima kelgulik bu? Jamoat xavfsizlik idorasining qatnash soqchi xodimlari hodisa tug'dirg'uchi ham qochib ketgan sho'pirni tutib, Saramning ziynini o'rinni to'ltib beralami? Asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. Otuz 38. qism. Saram qatnash soqchisi hodislarini bir taraf qilish xodimining aytgan so'zlarini anglab, bir haza o'ltirib ketgandan keyin: "Ma'qul, o'kilarim. Hozircha qizimning davolash chiqimini o'z ustimga elib davolatib turay. Ammo mening yenimdimi unchalik ko'p pul yo'q. Qizim bilan men bu yurtga musofir. Texi bu shaharga kelgili bir oymi bo'lmadi. Shundoq bo'lsa-mu, sizlar xotirjam bo'linglar. Men bir amalini qilaman", dedi. Ularning gapi oyoqlashguncha bir sestira qiz Saramning oldiga bir parcha talonni ko'tarib kelib, "Jiddiy qutqizish uyidagi bemor Aliya Basitning oilasidagilar qani?" deb chaqirdi. Saram ittik kayniga burilib, o'rnidan turib, sestira qizning oldiga kelib, "Mana men Aliya Basitning opasi bo'laman. Nimish bo'ldi, doktor?" deb so'radi. Sestira Saramga qarab, "Bemorning operatsiya haqqi ham ko'zish uyidagi hamshira sestiralarning bemorni parvish qilish, kutish haqlarini topshirayotgan bo'lsangiz", dedi. Saram sestiraga ma'qullik bildirib, qo'lidan jadval qog'ozni elib, pul to'lash ko'znikiga yetib keldi. Ammo Saram qo'lidagi chamodan sumka, narsa keraklarini o'zi yengili ochtirgan mehmon saroyining yotiqiga qo'yib, qizi Aliyaning maktabiga uni olg'ili borgan bo'lg'achqa, uning pul omonat kartasi va boshqa narsalari mehmon saroyi yotiqida chomdini bilan birga qolgan edi. U pul to'lash ko'znikiga kelib, qo'lidagi pul to'lash talonini sunib, o'zining yenidagi pul omonat kartasining yenida emasligi esiga kelib, darhol pul topshirish mulozimat pokidagi xodimdan: "Kechiring, kartni unutibdiman. Hozir omonat kartini elib kelib pul topshiray", dedi. Pul to'lash ko'znigidagi ayol Saramga talonni qaytirib turib, "Bo'lsa naq pul elib kelib topshirsangiz ham yaxshi bo'ladi. Chunki bizning uskundan ozroqlik kashid",
Çünki bizning o'skunidan azroq kashil ko'rilib, ba'zida normal ishlaydi, ba'zida ishlamaymi qoladi. Shunglashqa avarchilik bo'lmasligi uchun kartini elib kelgicha amal bor naq pulni elib kelgan bo'lsangiz, texim yaxshi bo'ladi, dedi. Saram u ayolga ma'qullik bildirib, talonni elib, aldirash doktorxona oldiga chiqib, taksi mashinada o'ltirib, bayatdan o'zi o'rinlashtirgan mehmonsaroyga qarab yurib ketdi. Saram mehmonsaroyga kelib, taksi shofiriga "Xafa bo'lmasangiz, 2 minut saqlab turgan bo'lsangiz, men yataqqa chiqib, qo'l sumkamni elib tushay. Yana doktorxonaga qaytmoqchi edim", dedi. Shofir ma'qullik bildirib, beshini langshitgandan keyin Saram udul yataqqa chiqib, chamadonning ichidagi amonat pul kartini elib, qo'l sumkasiga solgandan keyin aldirash mehmonsaroydan chiqib, mehmonsaroy oldida saqlab turgan taksi mashinasida o'ltirib, doktorxona tarafga yurib ketdi. U birdan mangandan keyin taksi shofiridan: "Ustam, xafa bo'lmay, meni biror bankining oldiga ilib borgan bo'lsangiz, doktorxonaga topshirdiğanga bankidan pul almoqchi edim", dedi. Shofir birdan mangandan keyin doktorxonaga ancha yiroq bo'lmagan yerdagi bir yezi amonat bankisining oldiga kelib to'xtadi. Saram mashinadan tushib, shofir ustamga qarab kulimsirab: "Rahmat ustam, sizni hilimi bek avar qilib etdim. Endi doktorxona yiroq bo'lmagandan bankidan pulni elibla piyoda kirib ketsam 5 minut kirib ketadi ekanman", dedi. Va taksi mashinasining o'zi ochtirgan mehmonsaroy yotqiga berib kelish kira haqqini to'lab etib, aldirash banki ichiga qarab yurib ketdi. Xuddi Saram bilan qayrishgandek, bugun bankining 24 soat pul silish ko'zni kedimi, o'chirat 10 necha odam turib ketgan bo'lib, Saram birdam qarab turib beqib, aldirash cho'ng zal ichiga kirgan edi. Zalning ichidimi mulozimat bejirdigan kishilar bakli ko'p bo'lib, Saram amalsiz yanili 24 soat mulozimat ko'zniga qaytib chiqib, birdam o'chirat saqlab turgandan keyin o'ziga o'chirat kelganda kartini silib, kartining ichida bor yo'q 3200 yuan naq pulni elib, sumkaga solgandan keyin aldirash doktorxonaga qarab mangdi. Ammo Saram bu cho'ng shaharga kelib, Mevlan xo'jayindek yaxshi odamga uchrab, jamiyatdagi kishilarning hammasini Mevlan xo'jayindek ko'ngil, yaxshi kishilar deb o'ylab qolg'achqa, o'ziga kelish oldida turgan xavfni o'ylamgan edi. Bu cho'ng shaharda partiya hukumatimizning ishini sirtqa ichib etishi turtkisida har xil yaxshi niyatlik taraqqiy qilish uchun o'zining iqtidorini joriy qildirg'ili bu cho'ng shaharga sirtdan nurg'un kishilarning eqib kirishi bilan birga yana ba'zi ish qo'shaqmaydigan nakaz aqnanchi o'g'ri yanchuqchalarmi avj ilib qolgan edi. Ularning nazari mushundaq sirtdan kelgan Saramdak azroqli bexastalik qilgan oddiy kishilarning pullarini o'g'irlab, qo'riqlab qo'yatdi. Yoki bo'lmasa, so'mkalarini elib qochib, bulangchilik qiladi. Partiya hukumatimiz bundoq kishilarga qattiq zarba berib kelayotgan bo'lsa-mu, ular hamini o'zlariga yuchuq topadi. Mana shuningdek, Saram bankiga kirib, amonat kartasiga pul elib, sumkasiga silib mangan vaqtida uning puli solgan sumkasiga ikkujib ko'z maqtak qadalgan bo'lib, Saramning azroqli kaynida iz besib kelayotgan edi. Saram aldirash bankidan chiqib, piyodalar yo'liga o'tib, doktorxona tarafga qarab mangdi. Tuyuqsiz uning yon telefoni sayrab ketdi. Chunki Saram o'z yurtidan qizi Oliyani elib qochib chiqqandila telefon kartasini tashlab etib, bu Urumchidek cho'ng markaziy shahardan boshqa telefon kartasi bejirib telefoniga solgan bo'lg'achqa, asosiy jihatdan uning telefoniga telefon uradigan odammi yo'q deyarlik edi. Uning telefon nomerini maktabdagi Oliyaning o'qituvchisi ham maktab mudiri Andin Mavlon xo'jayin biladi. Hozir bo'lsa, qizi Oliya hodisiga uchrab, doktorxonaga kirib qolgandan keyin jamoat xavfsizlik idorasidagi qatnash saqchi xodimlari Saram bilan aloqalash uchun uning yon telefon nomerini xotirlab olgan edi.
hamda doktorxonaga aloqalashish nomer qilib, Saram o'zining mushu yangi nomerini xotirlab qo'ygan bo'lg'achqa, o'z xiyolida o'zi bilan so'zlashib ketayotgan Saram tuyuqsiz yon telefonining sayrishidan cho'chib, telefonni ilib, doktorxonaning nomeri ekanligini ko'rib, darhol ulanish knopkasini besib, "Vay, tinchlikmi? Tinchlikmi hada? Siz Aliya Basitning apisi bo'lamsiz?" "Ha, shundoq, men shu. Biz doktorxonadan telefon qilyapmiz. Qizingiz Aliya hozir hushiga kelgan edi. U ko'zini ochmay turib, opam deb sizni bek so'rab ketyotdi. Bo'lsa tezroq yetib kelgan bo'lsangiz." "Qizim hushiga keldimi, doktor? Ma'qul, men hozir yetib boray." U shundoq deb hayajonlangan holda telefonni urishi hamon tuyuqsiz uzishi hamon tuyuqsiz kelgan bir qo'l Saramning mo'risiga esib olgan sumkasini kuchab tortib yulib olganicha o'qdak yugurib piyodalar yo'lidan cho'ng yo'lga o'zini etib ko'zni yumib ochqicha yo'lning qarshi tarafiga o'tib ketdi. Saram daqiqa nima ish bo'lganligini anqirolmagandek turib ketgandan keyin birdilla chirqirab yig'lab, "Voy o'g'rini tutinglar! Bulangchi sumkamni olib qochdi, yordam qilinglar!" deb olatohil tovlab yig'lashga boshladi. Ammo atrofdagi kishilar xuddi hech bir ishni ko'rmagandek parvosiz holatda o'z yo'llariga ketayotgan edi. Saram birdilla esiga kelgandek cho'ng yo'l tarafga yugurib, mashinalarning jiddiy laba urib, ba'zi sho'purlarning tillashlariga parvomi qilmagan holda bayotin sumkasini yulib olgan bulangchi o'g'ri mangan ko'cha tarafga yugurib yetib keldi. U bulangchi yugurib kirib ketgan joy bir cho'ng talla do'koni bo'lib, do'kon eshikdan yugurib kirgan Saram ich tarafga qarab mangdi. Ammo qiyirishqandek bu do'konning yana bir tarafida cho'ng eshik bor bo'lib, nerqi tarafdan kirgan odam berqi tarafdan bemalol chiqib ketalaydi. Saram nima qilarini bilmay, ovozini qo'yib etib yig'lashga boshladi. Talla bozorining xo'jayini ittik uning oldiga kelib, nima ish bo'lganligini so'rab, amaliy ahvolni uqqandan keyin to'limi afsuslangan holda, "Acha, siz to'limi bexastalik qilibsiz emasmi? Bundaq o'g'ri bo'langchilar bir yoki ikki odam emas. Bundaq vaqtda nechisi billa harakatga keladi. Birining qo'ldan birisi ilib, birdamning ichida g'oyib bo'lib ketadi. Siz yeningizda ko'rgan bo'langchidan gumonlanib tutmagan taqdirdami, qo'lida hech nima yo'q, hech qanday dalil isbotga erisholmaysiz. Sizni toza bir nas besibdi", dedi uningga ich ag'ritgan holda. Hürmetlik asar anlıqıcı oqurman dostlar. Saram sumkasini bulab ilib qaçqan bulangchi o'g'rilarni tepib, pulini qaytirib olalarmi? Agar bu o'g'ri bulangchilarni topolmasa, Saram qizi Aliyaning davolash chiqimlarini qandaqmi qiladi? Agar asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismida bo'lsin. Otuz 39. qism. Saram talla do'konining xo'jayinining aytgan gaplarini anglab, beshiga birisi to'qmoq bilan urgandek ko'z oldi qorong'ulashib, beshi qiyib, do'kon ichida yerdil o'ltirilishib qoldi. Saram nola qilib yig'lashga boshladi. "Voy, endi men qanday qilaman? Doktorxonada Azrail bilan elishib, behush yotgan qizim qanday qiladi? Bu ozg'ina pul qizimning jinini qutqizadigan pul emasmi?"
qonun to'rig'i tushib, jajanglarni yersizlar. Ammo sizlar qonun to'rig'i tushib, qilgan bulongchilik, o'g'rilik, yomon ishlaringlarning hisobini bergicha men qanday qilaman? Qizimning davolashiga nadagi pulni topshiraman? Hayot, menga ko'rsatmaganing mushu kun qolganmidi? Beytalay sho'r peshoni qizim. Doktorxonadagilar pulni topshirmadi deb davolashni to'xtatib qo'ysa, tig'i 14 yoshga kirmay turiblar. Yo'qsizlik, muhtojlikning dastidan beajal o'lib ketarsanmi qizim? Men nimandoq sho'r peshoni ana. Qarab turib shu kichikkina nahdivan qizimning ko'z oldinda jon to'lishib o'lishini tomosha qilib qarab turishdimi ig'ir azob bo'landi. Oy canım bolam. Müşahede 80 uçurğıcı məhlə uçursam bolmamdı kızım. Hem de qandaqmı qılaman? Kimnin aldığı da deytip barıman? Sarem şundaq deb nala qilib yig'lab turadi. Bu talla dükkaniga kirgan kishilar boshida Saremning yig'lashlariga ajablanib qarab turgan bo'lsa, Dükkan xo'jayinining tushundirishi bilan Saremning qizi Aliyaning operatsiya haqqi uchun topshiradiganqa bankidan pulni elib kelayotganda bulongchilarga uchrab pulini bo'lab qochib ketganligini anglab, shu insofsiz bulongchilarga la'natlar o'qib, Saremga hesdashlik qilib ich ag'ritayotgan edi. Sarem talla dukkani ichida bir hazo yig'lab o'ltirib ketgandan keyin dükkan xo'jayini uning to'xtamay yig'lab, nola qilishlaridan bezor bo'lgandek, asta uning yeniga kelib. Sarem talla dukkani ichida bir hazo yig'lab o'ltirib ketgandan keyin dükkan xo'jayini uning to'xtamay yig'lab, nola qilishlaridan bezor bo'lgandek, asta uning yeniga kelib. Mushundaq kunlardami shunchalar jiq kishilarning ko'z ichida unchalar ko'p buni sumkaga silib, uchiq askar mangan bormi? Qarang sizni. Teha yolg'iz danga. Hay. Sizni rostdan nasib etibdi. Bundakin diqqat qiling, ha? Doktorga pul to'laydigan ish bo'lsa, naq pul bermasdan amonat kartangizni bersingizmi bo'ladi-ku. Bo'ldi qiling achamdi. Sabr qiling. Siz bu yerda qanchalik urib, yig'lab, voysigan bilanmi, u bulonchilar hargizmi sizga ich og'ritib, o'g'irlab ketgan pulni qaytarib sizga akilib bermaydi. Shunashqa bu yerda bika zarlab, urib, yig'lab, yan bir tarafdan mening sodamg'ima ta'sir yetkazmasdan o'zingiz boshqacha bir amalni qilasiz. Ha, acha. Bundan diqqat qiling. Qarab yiqma atrofdagi xaridorlarga. Ularning hammasi sizning yig'lab, urib zarlashlaringizga qarab yiqib, beyron bo'lib, soda qilmay chiqib ketyapti. Dedi Saremni do'kondan ochiq qo'g'lagandek qilib. Sarem do'kondagi xo'jayinga yordamlashib, mal setishib beradigan qizning yulab tartishlab qo'pizishi bilan asta o'rnidan turib, mag'dursiz putlarini tasdi so'rab, do'kon ichidan chiqib, doktorxona tarafga qarab mangdi. Sarem doktorxonaga qaytib kirgicha telefoni qayta necha qatim sayrab bo'lgan edi. Bayatın beri Sarem sumkisini ilib qaşqan bulangchini qo'g'lash ham do'kon ichida nola qilib yig'lab o'ltirib, telefonning sayrig'iniga diqqat qilmagan edi. U telefonning sayrishidan cho'chib, qo'liga yan telefonni olgan edi. Bayatın beri 3 qatim telefon kelgan bo'lib, bu nomerlar birdakli qizi Aliyaning ko'zitish uydagi telefondan kelgan edi. Bu nomerlar Saremga tunish bo'lib ketgan bo'lib, ammo hozirqisi bo'lsa bir notunish nomer bo'lib, sal ikkilangan holda telefonning olinish knopkasini bosdi. "Vay, tinchlikmi? Siz Aliya Basitning apisi bo'lamsiz? Men doktorxonaning moliya ishxonasidan telefon qilyapman. Aliya Basitning operatsiya qilish, kuzatish va parvishkorlarning parvish haqlari qo'shilib 10 ming yuandan ortiq qarz bo'lib ketibsizlar. Sizga necha soat ilgari doktorxonaning moliya bilimiga pul topshirib o'tishni o'qitish qilib tikandik. Ammo hozirgacha pul topshirmabsiz. Undaq qilsangiz qanday bo'ladi, xonim? Hozir qizingizning hayoti qil ustida. Nihoyat xatarlik ahvolda turgan paytda, agar doktorxonadan davolashni, dori ukollarni to'xtatsa, keyingi kelib chiqadigan oqibatga biz mas'ul bo'la olmaymiz.
Bolsa 5 minutgacha doktorxonaga darhol kelib, Aliya Basitning davolanish chiqimlarini to'lab etgan bo'lsangiz. Endi sizga qayta telefon urib yurmayman. Bayatdan beri parvish bo'limidan necha qatim telefon urgan bo'lsa-mu, telefonni qabul qilib olmabsiz. Bundaq mas'uliyatsizlik qilsanglar, qarab turib doktorxonaga o'likinglarni ortqininglar bo'lmay nima? Bo'ldi, men sizga ortiqcha gap qilmay, darhol doktorxonaga pul topshirib eting. Sarem telefonni elib javob qaytarg'icha moliya bo'limidagi xodim shundaq deb qaqshab, uningga bir muncha radiya berib etgandan keyin Saremning javobini kutmayla telefonni qo'yibdi. Sarem üzülüp qolgan telefonni bir haza qo'lqoq tutib turib ketgandan keyin asta mag'dursiz qadamlari bilan doktorxona ichiga qarab mangdi. Hozir uning yanchig'ida Bayatın qizi Aliyani ilib kelgili, uning maktabiga mangan vaqtda yotoqdan chiqqichilik yanchig'iga silib olgan 60 necha yuan puldan o'zi o'ltirgan taksi mashinining kira haqqini to'lab, ishingan 50 necha yuan puldan boshqa hech narsa yo'q edi. Sarem ilojisiz doktorxonaning cho'ng zaliga o'rinlashgan moliya ishxonasining pul topshirish ko'znikiga kelganda, Saremning zalga kiribla ko'znakka kelayotganligini ko'rib turgan Bayatınqi xizmatchi xodim: "Birdamda kartini elib tushiman deb, nimanda xayol bo'lib ketdingiz? Tez bo'ling hada. Parvish ko'zitish bo'limidan necha qatim telefon qilib ketdi. Bemorning operatsiya haqqi ham ko'zitish haqqidan boshqa davolanish haqqini to'lamaganligingizni so'rashdi qilib." Sarem pul topshirish ko'znikidagi bu ayolning gapini anglab, o'zini tutib ololmay, pang'ida yig'layapti va "Kechiring so'nglar. Men yotoqqa berib, kartim elib sizning aytganingizdek naq pul elib kelish uchun bankaga kirib pulni elib borgan edim. Tuyuqsiz bulanchilarga yo'liqib pulni yo'qotib qo'ydim. Hozir mening yanimda doktorxonaga qizimning davolanish chiqimlariga to'lash degan. Qo'rsqimizga tamom yegidekmi pul yo'q?" dedi. Pul to'lash ko'znikidagi buxgalter ayol Saremning gapini anqirolmagandek hayron bo'lgan holda qarab, birdili chiroylarini purishtirib: "Hey, nimandaq odamni zanglik qilgandek, cholgandek gap qilsiz? Kimingizni ahmoq qilyapsiz? Bir bo'lsa kartini unutibdiman deysiz, endi bo'lsa pulni bulanchiq tartqizib qo'ydim deysiz. Ko'zingizga shundoq gul sotadigan kichik bolada ko'rinyaptam deman. Siz bu doktorxonani xayr saxovat o'rni ko'rib qoldingizmi? Tul odamga o'yin qo'ymay, tez pulni topshiring a. Nimanda qiladi ma xo'ti?" dedi achchiqlanib, qapoqlarini o'chirib turib. Bu pul topshirish ko'znigidagi buxgalter ayolning Bayatınqi kishiga ilmiy, muloyim ta'sir beradigan chiroyidan asarmi qolmagan bo'lib, Saremning degan gaplariga ishonmay, xiyolida uni ahmoq qilyotidi deb o'ylab qilib, achchiqlanganligidan chiroylari qariyib ketgan edi. Sarem bu ayolga yelingan talaffuzda birdam qarab turgandan keyin asta kayniga o'rilib, qizi Aliyani kuzatayotgan jiddiy qutqizish markazining kuzatish uyi tarafga qarab mangdi. Sarem moliya ishxonasidagi buxgalter ayolning o'ziga foydali biror maslahat berish u yoqda tursin, Saremning gapiga ishonmay, bir muncha sesiq gap qilib, tanbih bergandan keyin umidsizlangan holda qizi Aliya kuzatilayotgan jiddiy qutqizish markazining kuzatish uyi tarafga qarab mangdi. Sarem qizi Aliya kuzatilayotgan kuzatish uyining oldiga kelgan vaqtida, u uydan aldirash chiqqan sestra yondagi ishxonaga qarab: "Doktor, tez bo'ling, kasalda o'zgarish bo'lib qoldi", deb chaqirdi. Bu gapni anglagan Sarem o'qdak yugurib kuzatish uyiga o'zini atdi. U vaqtida doktor sestralar nihoyatda jiddiylashgan holda yugurishib Aliyaning yeniga kirib, jiddiy tadbir qo'llanib, Aliyani tinchlantirishga urinayotgan edi. Aliyaga o'rnatayotgan nafaslanish, yurak so'qish, qon bosim o'lchash uskunalar qalaymaqan signal chiqarib, yurak so'qishimi ittiklab, uning hayoti yana xavf ostida qolgan edi. Aliyaning ko'zlari chaqchib, chanoqidan chiqib ketadigandak bo'lib, atrofiga kimlarnidir izlagandek ansiz qaraydi. Sarem karvat yeniga yugurib kelib, yig'lab turib, qizi Aliyaning qo'llarini tutib: "Jinim bolam, o'zingizni bismillah.
Herkes ciddileşme. Çonqur nefes alıp. Ben yanınızda balam. Ben yanınızda. Korkma. Aliye canım kızım. Sizge ne oldu? U shundoq deb to'xtamay qizidan gap so'rab yig'laydi. Hurmatlik asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Sarem qizi Aliyaning davolanish chiqimlari va operatsiya haqqiga to'laydigan pulni endi qayerdan topa? Kimlarga yalvorib chiroy sag'irtib yura? Shuningdanmi bu notunish shaharda igi chaqsiz yakka yegona bir tul xotinga yordam qilgudek biror oq ko'ngil kishi chiqarmi? Agar asarning davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismda bo'lsin. Qirg'inchi qism. Canım balam. Özünüzü bismillah. Herkes ciddileşme. Çonqur nefes alıp. Ben yanınızda balam. Ben yanınızda. Korkma. Aliye canım kızım. Sizge ne oldu? U shundoq deb to'xtamay qizidan gap so'rab yig'laydi. Sestralar Saremni kuzatish uyidan teshig'i chiqarib etadiganga urinib, "Acha, unda qilmay bizning davolashimizga moslashgan bo'lsangiz, sirtqa chiqib keting. Bu yerda bizga daxl qilmang." dedi. Ammo Sarem qizining bu holatda jon talishayotganligini ko'rib turib, sestralarning gapiga quloq soladimi? U o'zini koridorga tortgan sestraning qo'lidan yulqinib chiqib, qizi Aliyaning yurak so'qishini kontrol qilishga urinayotgan bosh doktorining qo'llariga esilib, oldida tizlanib, yig'lab, yalvorishga boshladi. Sizden ötünüp kalay doktor. Kızımı kutkusuyla. Benim bu dünyalıktan başka kızımdan başka hiç kandak yar yülekim olmayan aciz biçar ayılga içiniz ağrısın. Kızımdan ayrılıp kalsam yaşayalmayman. Bu vaqtda Aliyaning yurak so'qishimi asta-asta normallashib, iziga tushib, qon besimimi normallashib, onunga o'rnatgan uskunalar normalsiz sayrashdan to'xtagan edi. Doktor oldida tizlanib, o'zining putriga esilib yig'lab, eqibli ketgan Saremga qarab, sal ichi ag'rib qoldi bo'lg'ay, asta uni yulab, o'rnidan turg'izishga urinib, Xotirjam bo'ling acha. Bemorning kasalini davolab saqaytish, hayotini qutqizib qilish bizning bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatimiz. Bayatın o'zingizmi ko'rdingiz. Bayatın bemorda sal benormallik ko'rilgan edi. Hozir ahvoli asos jihatdan yaxshilandi. Xotirjam bo'ling, dedi. Va sestralarga bir qancha xil dori ukullarni tangshab, tamchi o'rnida mang'izishni jikalab, o'zi kuzatish uyidan doktorlar ishxonasiga qarab chiqib ketdi. Hozir Aliyaning ahvoli turaqlashib, opasiga ko'zlarini mo'ltirlatib qarab, ko'zlaridan yomg'irdak yoshlarini to'kib yotadi. Aliyaning ko'zining ikki chanoqidan oqqan yosh, beshiga qo'ygan yostiqini ho'l qilib etgan edi. Opasiga gap qilish uchun tamshilib go'ngraydi-yu, ammo og'zi burunlarida uskuni bo'lganligi uchun uning gapini bilgili bo'lmaydi. Sarem qizi Aliyaning butunlay gipiskiga ilinib, mumiyadek qilib qo'ygan bosh va buyunlarga qarab, bechora go'dak qiziga ichi ag'rib, yurak bag'ri ezilib ketgan edi. U to'xtamay qizining ko'zlaridan sirg'ib tushayotgan yoshlarini surtib, qo'llariga suyatdi. Kuzatish uyidagi hamshira sestramu Aliyaning apsi Saremni ko'rib, teshlinib qolganini his qilib, Saremni bu uydan chiqarib etishga ancha bir kuchab urinibmi ketmagan edi. Doktor ishxonadan chiqqan bir sestra qiz Saremning qishig'i kelib, "Hada, doktor ishxonasiga kirib chiqqan bo'lsangiz", dedi.
Sarem o'rnidan turib, sestira qiz bilan birga doktor ishxonasiga yetib kirdi. Bayatın qizining yurak so'qishini turaqlashtirgan mas'ul doktor kompyuter oldida bir ishlar bilan mashg'ul bo'lib o'tiradi. Saremning ishxonaga kirganini ko'rib, hada, keling. Mana bu yoqda o'tiring, dedi üstel oldidagi o'rindiqni ko'rsatib. Andin qarang ada. Qizingizni doktorxonaga olib kelib, jiddiy operatsiya qilib, kuzatish uyiga yetkazib, hamshira sestralarning parvarish qilish, kutish bo'lib toki hozirgacha davolash chiqimi 12 ming yuandan eshib ketibdi. Bundan necha soat ilgari sestralar va moliya ishxonasidagilar sizga o'qtirish qilib ekan-toq. Ammo siz hozirgacha pul topshirmabsiz. Sizlarning hozirgi ahvolingizdan biz ancha-muncha xabar topdik. Hodis tug'dirg'icha qochib ketib, sizlarga bakli o'l bo'pti. Balkim sizning qiyinchiligingiz bordi. Ammo doktorxona odamning hayotini qutqizadigan, kasal davolaydigan o'rin. Hargizmi mehr shafqat yoki xayr-saxovat o'rni emas. Bizga munoyat qattiq belgilama bor. Shunga vaqtida pul topshirayotgan bo'lsangiz, bemorning ahvolini o'zingizmi ko'rib turibsiz. Birdan parvishni ham dori-ukilni to'xtatib qo'ysak, uning hayotiga xavf yetishi mumkin. Lekin faqat bo'lmaganda bizga davolashni to'xtatishdan boshqa amal yo'q, dedi. Sarem Aliyani operatsiya qilgan mas'ul doktorning gaplarini anglab, birdan yig'lab o'ltirib ketib, bugun o'z beshidan o'tkazgan ishlarni, moliya ishxonadagi ayolning uning maqbul elib kelishini aytganligini, Sarem bankidan pulni elib doktorxonaga kelayotganda, tuyuqsiz bo'langchilarga uchrab, yelili bankidan olgan 3200 yuan naqd pul silingan so'mkisini bo'langchilarning bulab qochib ketganligini birma-bir doktorga so'zlab berdi. Doktor bir haza o'ltirib, Saremning gaplarini anglagandan keyin Saremga birdan sinchilab qarab o'ltirib ketgandan keyin uning yolg'on aytmaganligiga ishondi. Uningga hesdashlik qildi bo'lg'ay. Sizga haqiqatan o'l bo'pti hada. Mundaq bo'lsin. Sizmi amal bor yurtga telefon urib, urug' tuqqanlaringiz bilan aloqalashib, pulning amoni qilishga urinib beking. Menmi amal bor bemorni davolashni to'xtatmaslikqa iltimos qilib boqay. Doktor shundoq deb birdan o'ylanib turib ketib, Saremga yana bir amal bor. Yana bir amal bor. Men doktorxona boshlig'iga sizning qiyinchiligingizni alohida ahvol ekanligini so'zlab, faqat bo'lmaganda qizingizning davolash chiqimi va operatsiya haqqini muddatga bilib to'laydiganga iltimos qilib boqay. Sizning vaqtni chang tutib, darhol yurt bilan aloqalashing, dedi. Sarem nihoyatda xush bo'lgan holda doktorning qo'llariga esilib yig'lab turib, "Jilib ukam, rahmat sizga. Qilgan yaxshiligingizni o'lsam unutib qolmayman. Mendek bechora ojiz, g'arib musofirlarga qilgan yaxshiligingizning darajasini ko'rasiz. Rahmat sizga." Ashundaq deb yig'lab, doktorga minglarcha rahmat aytib, doktor ishxonasidan qaytib chiqdi. Ammo doktorga ma'qul deb qaytib chiqqan bilan yurtga telefon qilolmaydi-da. O'zi yomonlab, ota-onasiga, urug' tuqqan do'st birodarlarga hech qanday shapisini bildirmay, o'g'irliqchi qizi Aliyani elib qochib chiqqan yurtiga, endi bugungi kunga kelganda qizim qatnash hodisiga uchrab, nihoyat ko'p pulga muhtoj bo'lib qoldim, deb kimga telefon qilsin? Kimga telefon qilib yordam so'rayalasin? 70 yoshdan oshgan ota-onasini yurtida qaranchuqsiz tashlab qo'yib, hech qanday o'chir aloqa qilmay, bu yurtda yurvatqali bir oy bo'lay degan tursa, hozir shu bechora ota-onasining ahvoli nima bo'lib ketdi dehay. Sarem koridorda o'ltirib, bolani o'ylab, birdilla ezilib, yig'lab ketdi. Oxiri Sarem bu yurtga yangi kelgan vaqtda o'zlariga boshpanoh bo'lib, beshini silgan Mavlon xo'jayinni izlab berish qaroriga keldi. Sarem aldirash qizi Aliyaning qishig'iga kirmasdan, doktorxona oldiga chiqib, bir taksi mashinasida o'ltirib, Mavlon xo'jayinning mehmon sariyiga yurib ketdi. Hurmatli asar anglag'uchi o'qirman do'stlar. Sarem Mavlon xo'jayinning ayolidan bo'lishiga tildashnam eshitib, o'lgudek tayoq yeb, u yerdan qaytib chiqib, endi yana Mavlon xo'jayindan yordam so'rab borsa, ishlarning oqibati qanday bo'lib ketadi?
Mevlan xo'jayin Saremga ich ag'ritib, qizi Aliyaning operatsiya haqqi ham davolanish chiqim uchun pul berib turalamu. Sarem doktorxonadan chiqib o'ltirgan taksi mashinasi ancha uzun mangmayla Mevlan xo'jayinning mehmonsaroyining oldiga kelib to'xtadi. Sarem aldirash taksi mashinasining kirasini berib etib, mehmonxona ichiga qarab mangdi. Ammo to'limi afsus. Mehmonxona ichiga kiribla xuddi alvasliq uchrab qolgandek cho'chib ketdi. Chunki mulozimat supsida Mevlan xo'jayin bo'lmasdan, uning hazazul, besham, urushqoq ayoli Zubayda kerilib o'ltiradi. Zal ichiga kirib kelayotgan Saremni ko'rgan Zubayda qosh ko'zlarini o'chirib, uningga mansitmagandek qarab qo'yib, "Kelsilar, xonim, kelsilar. Bu mehmon saroyda benimlari unutilib qopdimi? Yoki bizning ardan ayrilishqa biyalari chidamay qaytib keldimi-ya? Hey, ayta qanjoq, paskini rasva. Yana nima deb bu yerga suydik purab, timsiqlab kelib qolding? Tushdan burun mendan yegan tayoqlaring, ishitgan tildashnomlaring oz gap qilib, mendan yana azroq yeb, xumoringni basay deb keldingmi? Yoki qichqan birganlaringni Mevlan degan lamzal pahishvas guyga suvab bisildirg'il keldingmi? To'xtag'ina, hey, paskina, nega borsan? Xiyolingda meni uyga ketgan bo'lsa, erim degan lamzallini manga o'ng chiqaldi deb kelgan o'xshamamsan? O'ylig'iningdek bo'lmay qoldimi nima? To'xtag'ina, hey, qanjoq? Erim bo'lmasimichu, qichqan yerlaringni men bisildirib qo'yay. Nega borsan? Zubayda yana nima deb tillayotidi? Uning eg'izidan yana qanday afsona gaplar chiqyotidi? Sarem buning bilan parvosiz holda Mevlan xo'jayindan yordam so'rash uchun bu mehmon saroyiga kelganiga ming bir pushaymon qilib, ittik kayniga burilib, mehmon saroy oldiga chiqdi-da, bayatdan o'zini bu yerga elib kelib, endi qaytish uchun mashinani kayniga yondirib o'nglayotgan taksi mashinasini chaqirib, to'xtatib, aldirash mashinaga chiqib yurib ketdi.